Qarshimda turgan doktor Vikas. Hello everybody, my name is Ya'ni Osiyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan doktor. Oqqon kasalligi bo'yicha davolanib kelmoqdalar. Hozirgi kungacha 8000 kasallari davolab kelganlar. Ulardan 10% 18 yoshdagi o'smirlar, ya'ni o'smirdagi bolalar bo'lsa, qolganlari 18 yoshga endi to'lmoqchi bo'lgan chaqaloqlar bo'ladi. Xo'p, 5500 ta kasallar 100% operatsiyadan keyin tuzalib ketgan. Taxminan 1500 kasallar operatsiyadan keyin infeksiya va boshqa taxminan oddiy kasallar bilan o'zlarining klinikasida qolib, ular ham davolanib ketgan. 1500 kasallar operatsiyadan keyin, ya'ni 1500 ta kasallar ozgina misol infeksiya o'zlarining immuniteti yetmagan va xuddi shunaqa holatlar bilan klinikada qolib davolanib ketgan, ya'ni Fortisda o'zlarining qo'lida davolanib ketgan ekan. Xo'p, 100 ta kasal kelsa, 100 tadan 97 ta kasallar yaxshigina tuzalib, bemalol eski hayotiga qaytib yashayotgan ekan. Xo'p, doktorga qandaydir savollaringiz bo'lsa, pastga raqam qoldiramiz, WhatsApp yoki Telegram orqali bog'lanib, bemalol savol bersanglar bo'ladi. Bizaga hujjatlarni bersalar, tekshirib beramiz, to'g'rimi? Bemalol, bepul. Bizaga o'zingizlarda, masalan, O'zbekistondami yoki boshqa davlatdami, siz qaysi davlatda bo'lsa, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston farqi yo'q. Faqat hujjatni bizga tashlab beringlar, biz tekshirib, bepul sizlarga aniq alanisda javobini aytamiz. Kelishinglar, ketmasliginglar hammasiga oxirigacha yordam beramiz. Sizlarga kattakon rahmat. Bu videoni shu doktor qidirib yurgan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar.